Qadrli kundaligim, bugun maktabda Miss Beauty bizdan Parijdagi eng sevimli 3 yodgorlikni sanab o'tishni so'radi va bu menga eng yaxshi ko'rgan narsalarimni eslashga majbur qildi. 3-raqam uchun Luvr muzeyini tanladim. U avval qirol qal'asi bo'lgan, lekin hozirgi kunda dunyodagi eng mashhur muzeylardan biri. Men va Abjir mushuk yovuzliklarga qarshi kurashayotganimizda nafaqat odamlarni, balki bu yerdagi ajoyib san'at asarlari bilan to'ldirilgan joyni ham himoya qilishimizga to'g'ri keladi. Ikkinchi sevimli yodgorligim Trocadero. Men va do'stlarim doimo shu yerda o'tiramiz va agarda ijodlarim uchun ilhom kerak bo'lsa, shu yerga boraman. Trocadero esplanadasi. Eyfel minorasi g'urur bilan 1063 fut balandlikda turadi. Ulkan mayoq kabi butun shahar bo'ylab ko'rinib turadi. Siz tepaga chiqsangiz pastdagi odamlar kichkina chumolilarga o'xshab ko'rinadi. 1889-yilgi jahon ko'rgazmasi uchun qurilgani va u deyarli buzib tashlanganini bildim. Tasavvur qila olasizmi? Menimcha Eyfel minorasining menga eng yoqadigan jihati shundaki, u super qahramonlar kabi buzilmaydi. Men har kuni Parijda yashayotganim, qanchalik baxtli ekanligim haqida o'ylayman. Va agar biz bu joylarni xonqizi nigohi bilan ko'rsak, baxtiyor etadi. Bu shaharni hech kim Abjir mushuk va men kabi bilmaydi. Hattoki biz missiyada bo'lganimizda ham bir daqiqaga to'xtab, biz yashayotgan sehrli shaharga hayron qolmay ilojimiz yo'q. Aslida birinchi o'ntalikka kirishning o'zi yetarli emas. Men Parij haqida gapirganimda quyosh nurida sayr qilish fikrini uyg'otdi. Hozircha xayr.